Men Yakubova Dilfuza Farhadovna Bank moliya akademiyasining biznesni boshqarish yo'nalishining magistratura tinglovchisiman. Hozirgi kunda shu dargohda ta'lim olib kelmoqdaman. Hozirgi kunda aynan yoshlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz tomonidan yaratib kelayotgan imkoniyatlar va g'amxo'rlik juda ham yuqori. Ayniqsa hozirgi kunda yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilib kelmoqda. Akademiyada men ta'lim dasturini oddiy shaklda, xuddi nazariy sifatida o'tib ketiladi deb o'ylagan edim. Lekin umuman boshqa, muhit boshqacha, professor domlalarning ta'lim berish jarayonini juda ham yuqori baholay olaman. Sababi bir kun biz masalan nazariy taraflama dars o'tadigan bo'lsak, albatta uni biz amaliyot bilan uyg'unlashtiramiz. Masalan, bir kun nazariy taraflama keyslar tashkil etiladigan bo'lsa, tinglovchilarimiz bemalol erkin fikrini bildira oladi. Unga bag'ishlab qanaqadir keyslar o'tkazilgan bo'lsa, amaliyot bilan birgalikda chiqamiz. Bank moliya akademiyasining yana bir ustun taraflari aynan stajirovkalar uchun xalqaro, ya'ni qo'shma dasturlar yoki stajirovkaga chet ellar bilan hamkorlikda birgalikda olib borishlar bu juda ham yuqori baholanadi. Sababi bunaqa imkoniyatlar hamma universitetlarda yoki bo'lmasam boshqa o'qishlarda tashkil etilmasligi mumkin, lekin akademiyada o'sha imtihon asosida tashkil etiladi. Tinglovchiga imkoniyat beriladi. Agar tinglovchi muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, hattoki o'sha xalqaro tajribalarga ham ega bo'lib kela oladi. Bu narsa kelgusida masalan ish tajribamizga ham juda ham kerakli soha hisoblanadi. Aynan o'zim masalan kapital sug'urta kompaniyasida ishlasam, moliyaviy sfera yo'nalishida o'zim ish faoliyati olib boradigan bo'lsam, bunaqangi xalqaro stajirovkalar ish faoliyatimiz uchun ham juda ham katta rol o'ynaydi. Ularning ish faoliyati, bank sohasidagi rivojlanishlar, ulardagi qaysidir jihatlarni O'zbekistondagi o'sha bank moliya tizimida qo'llash kerakligi yoki bo'lmasam o'zimizni tajribalarimiz bilan u yoqdagi o'sha mutaxassislar bilan fikr almashish, ulardagi kerakli bo'lgan ma'lumotlar yoki bo'lmasam yangiliklarni olib kelish kelgusidagi ishlarimiz uchun juda ham muvaffaqiyatli hisoblanadi. Ya'ni juda ham katta rol o'ynaydi bu narsa. Nafaqat bilim, tajriba, balki shu bilan bir qatorda o'sha boshqa davlatni ko'rish, ularning madaniyatini o'rganish, o'sha davlatni rivojlanishi, u davlatni o'sha iqtisodini rivojlanishini har taraflama o'rganib ko'rib kelish va dunyoqarashimizni kengashiga olib keladi. Aynan mana shu stajirovkalar. Bank moliya akademiyasida tahsil olish jarayonida yana bir shunaqa zo'r imkoniyat bo'ldi. Nafaqat Ozarbayjon, balki o'sha Indoneziyaga, ya'ni top universitetlardan biriga borish muvaffaq bo'ldim. Aynan mana shu imkoniyatni Bank moliya akademiyasi menga yaratib berganiga juda ham xursandman. Sababi Indoneziyaga bordik, talabalar bilan birga, tinglovchilar bilan birga Indoneziyaga borganimizda o'sha qisqa muddatli stajirovkaga bordik. Indoneziyaga borganimizda u yerda nafaqat bizni davlatdan kelgan, balki boshqa davlatlardan ham talaba va tinglovchilar kelishgan va ular bilan birgalikda hamkorlikda darslar tashkil etildi. Avvalambor bunaqa qiziqarli dars tashkil etilishi juda ham katta taassurot qoldirdi. Sababi butunlay boshqa davlat, boshqa muhit, boshqa iqtisod, boshqa rivojlanish. Bu degani nafaqat O'zbekistonni, balki kerak bo'lsa o'sha yerda tashkil etilgan 8 ta 10 ta davlatni iqtisodini ko'ra olish, birgalikda o'sha tinglovchilar bilan birgalikda iqtisodini o'rgana olish. Har bir talaba bilan alohida o'sha mutaxassislar, professorlar suhbatlashib, o'sha davlatni, ya'ni kelgan davlatlardan kelgan o'sha talaba tinglovchilardan o'sha davlatning iqtisodiy rivojlanishi yoki tartibdagi tadbirkorlarning ish faoliyati, ularning rivojlanishi va hozirgi kunda shu davlatning umuman iqtisodining qaysi darajaga yetganligini haqida birgalikda fikr almashdik. Umuman olganda akademiya bilan birgalikda ularni universitetlaridan ham hattoki bizani taklif qilishdi. Shunaqa bo'ldi. O'zbekistondan keldik, qaysi davlatdan keldik degan O'zbekistondan deganimizda, sababi O'zbekistondan biz borgan talabalar aynan o'zimizni mehmondo'stligimiz va tez gaplashib kirishib keta olishimiz bilan ularda taassurot qoldirdik. Ular bilan tezlik bilan do'stlashib, O'zbekistonga taklif qilganligimiz uchun juda ham xursand bo'lishdi va biz bilan tanishishga harakat qilishdi. Ayniqsa Indoneziyada o'sha Xitoydan, Singapurdan, keyin Malayziyadan, hatto Nigeriyadan kelgan talabamiz ham bo'ldi. Ular bilan tanishib, o'rtoqlashib, hattoki akademiyada
kelgusida agar bank moliya akademiyasida tashkil etiladigan stajirovka kurslari bo'lsa, albatta boraman, O'zbekistonda ham tashkil etinglar degan takliflar ham bo'ldi o'sha talabalar tarafidan. Ma'lumki, hozirgi kunda barcha universitetlarda qabul jarayonlari tashkil etilgan. Avvalambor o'zim tengdoshlarimga, shu bilan bir qatorda aynan bank moliya tizimiga qiziquvchi yoshlarimizga tavsiya beraman. Aynan bank moliya akademiyasiga o'qishga topshirishingizni. Avvalambor maqsadni to'g'ri qo'yish kerak, to'g'ri qaror qabul qilish kerak va bu qaror ustida kelgusida nafaqat o'z bilimingiz, balki xalqaro darajada egallashni xohlasangiz, aynan bank moliya akademiyasini tavsiya bergan bo'lardim va bizni sizlarni ham o'zimizni safimizda ko'rishni xohlayman. Bizni shior: o'rgan, o'zgartir, yetakchi bo'l.